uzum ko'chatni holati va ekishni qisqa sodda qilib tushuntirib qo'yaman hozir. Poliyada ham bor. Uyga olib kelib mana bunday ustiga xas-xashaq qo'yib, ko'm qo'yganimiz ham bor. Mana ochiq oydin. Hozir holatini ko'rsataman mana. Tomirlari juda ham ajoyib. Mana hozir bittasini mana bunday uzun tomirlar bo'lsa, oz-oz qirqsa yaxshi. Mana tomirda kesilgan joyiga e'tibor berasizlar, mana oppoq. Yaxshi. Bu juda ham sveji saqlangan, yaxshi. Ekishni ko'rsatadigan bo'lsak, mana uzun shox bo'ladi. Bir qarishdan 1 metrgacha bo'ladi, 1 yillik ko'chatlar. Buni 3 ta yo uzog'i 4 ta ko'z qo'yib, kesib, ozroq yotqizib ekasizlarda, обязательно suv kerak. Suv quyib, tuproq bilan mana shu joyigacha ko'masiz. 2 ta ko'z qolsa bo'ldi. 2 ta ko'z qolsa, hozir mana fevral oyida ekkanlar xuddi shunday ekib, 2 ta ko'zini ustiga somon bilan yopib qo'ysa, martni 10-lari, 15-larida ochib qo'yaveradi. Bu yerdan kurtaklar uyg'onib, shox beraveradi. Mana kesilgan joyi. Ko'mko'k. Holati idealni. Olib kelib ko'mib qo'yganmiz, mana sovuq urmasligi uchun har xil narsalar qo'yganmiz, zo'r saqlangan. Poliyada ham bor. Naviga keladigan bo'lsak, Gigant navi, qora kishmish navi, Husayni, Oqdamiski va Rizamat navlari bor. Kimga kerak bo'lsa, dastavka ham qilib beraveramiz. Samarqand jonboyliklar bo'lsa, uydan kelib olib ketsa ham bo'laveradi. Reklamaga mana eng zo'rini emas, hammasini ko'rsatamiz biz ham. Mana bu eng zo'ri. Eng zo'rlardan biri. Mana tomiri ham zo'r. Tomirini kesganda ichi oppoq bo'lsa, mana bu kesilganda mana bunday ko'm-ko'k bo'lsa bo'ldi, masala yo'q, olaverasizlar. Zo'r bo'ladi. 1 yillik ko'chati shoxi 1 metr bo'lsa, bir xillar qancha uzun bo'lsa, voyishga tez chiqaraman deydi-da. Yo'q, unday bo'lmaydi. Buni kamroq ko'z qo'yilsa, ayniqsa 1 yilligiga tegishli bu narsa. Mana bu tomir kuchni tanaga olib berganda 2 ta 3 ta shoxni o'stirsa, zo'r o'stiradi. 10 ta shoxni o'stirsa, yaxshi o'stira olmaydi. U natija bo'lmaydi unda. Shunga e'tibor berasizlar. Mana bu o'rtachasi. Mana bunaqalari ham bor. Buni bitta ikkita bonusga tashlab beraveramiz. Bu ham yaxshi. Mana ko'm-ko'k, tomirni kesganda oppoq, faqat silabroq rivojlangan. Bu ham 100% xudo xolasa ko'karadi, xudo xohlasa. Shunaqa har xil ko'chat bo'ladi. 1 yilliklar o'zi plus-minus shunaqa bo'ladi. Bu ko'chatlarni mana shu fevral oyida ekish eng ma'qul vaqtlardan biri. Olib borib, mana birdan qirqib beramiz. Xuddi biz aytgandek chiroyli qilib ekib qo'ysangiz, xudo xohlasa 100% natija bo'ladi, xudo xohlasa, yaxshi ko'karib ketadi. Va undan keyingi ishlar ham kimga kerak bo'lsa, kesishimi, ekishimi yo boshqa maslahatlar Telegram gruppaga yozsalaringiz, xolisona, bepul va kerakli maslahatlarni berib boramiz.